Всем привет, девушка-xolarim. Bugun sizlar bilan zooparkka boramiz. Shu desanglar, birinchi bo'lib ko'zimiz ham, ishqimiz ham kipriklari narashka qilingan lamachaga tushdi. Bunda o'ylab qarasam, zooparkka oxirgi marta 7 yil oldin Moskvada borgan ekanman. Ishoninglar, 7 yil ichida tibbiyot universitetining emotsionalniy kachelalari zoopark park attraksionlarini hammasini ortda qoldiradi. Xullas, kiyiklar orasidan qidirib oxiri Bembichani topdim. O'sha multfilmdagi quyonchani rosa yaxshi ko'rganman-da. Bembichaga sabzi berayotgan bir vaqtimda flamingolarga ko'zim tushdi. Bir-biridan shirin hayvonlarni kuzatguncha yo'lda shiddat bilan kelayotgan yo'lbarsni ko'rib qoldim. Eng qizig'i, bu yerda Mufasaning lyuks kopiyasi bor ekan. Aka-uka jini lemurlar bor edi-yu, mashinaning bittasini ko'rib qoldim. Jinoyatchi qo'lchalarini chiqarib yotganlariga o'zi ham mazza qilardim-da. Xullas, bu yerda papugaylar ham bor ekan. Qushlar uchun shunaqa chiroyli atmosfera sozdavать qilishgan. O'zim haqimda ko'plab kommentariyalar bo'lgani uchun yoshim 25 ta. Ismim Zarina. Tibbiyot universitetini bitirganman. Shifokorman. Hozirda magistraturada Toshkentda onkologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyapman. Mana bu nozik o'yin maymunxonga rosa mazza qilardim. Qarang, ko'zlari qanaqa chiroyli. Chiroyli yuruvchilarni ko'plab videoga olib qo'ymadim, chunki ularga qaraganimda o'zimni ham etim junjikib ketadi. Va nihoyat baliqlar dunyosiga kelib, biz bu yerda Nemo va Dorini uchratdik. Bilmaganlar uchun aytib o'taman. Nemo masxaraboz baliqlar turiga kiradi. Dori esa havo rang jarroh baliq turiga mansub. Katta akvariumlarni, baliqlarni kuzatishni judayam yaxshi ko'raman. Kelajakda suv osti go'zalliklarini birgalikda ko'rish nasib qilsin. Bugungi dam olish kunimizni mana shunaqangi maroqli o'tkazdik. Kuzataverib qorong'i tushganini sezmay qolibmiz. Srazu uyga qaytib bordik.